Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anvar aka bilan bog'landikmi? Bo'lishinglar. Akajonim, sog' salomatmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yuritib borayotgan yurakdan yurakkacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Minnatdorman. Bugungi chiroyli san'atda dunyoga kelgan ekansiz. Nurafshon, fayzli kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, tana joningizni sog' va omon, qalbingizni esa xotirjam va mustahkam qilsin deb qolaman. Bugungi shodiyona kuningiz Nurafshon fayzli ayyomingiz munosabati bilan sizni samimiy tabriklab, xursand qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz tomonidan bizning loyihamizga sizga atalgan qalb so'zlari, samimiy tilaklar yozilgan tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Ushbu kutilmagan tabriknomani kimdan kutgan bo'lardingiz? Ko'pchilikdan kutamiz, oiladolar, yaqinlar, do'stlar, yaqinroq variant bersangiz. Sizga yordam beraman, oila a'zolaringizdan emas. Sizni hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan insonlar tomonidan kelgan. Kim bo'lishi mumkin? Hammani ham hurmat qilamiz, bizlar sohada. Har doim mana shunday xalqni yaqinlar ardog'ida yuring, har doim. Taxminingiz bormi? Bilmadim, taxminan ko'p. Mashallah, har doim mana shunday yaqinlar ardog'ida yuring. Keling, endi sizga o'zim yordam beraman unda. Oltin boshingiz hamisha omonlikda bo'lsa, mana shunday samimiy tabriknomalarni sizga cheksiz hurmati va ehtiromi borligini bayon qilgan holda allaqachon ukangizga aylanib ulgurgan qadrdoningiz Hamroqul aka yo'llaganlar. Rahmat. Hamroqul aka, mana akam bilanlar, sizlarga kattakon rahmat. Ularning samimiy tilaklariga Abir, Gullola, Gulxumor, Aziza, Marjon opalar hamda Bobur aka tilakdosh bo'lib qolishgan. Qimmatli vaqtingizni ular uchun aymasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar taqdim eylasam. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Katta rahmat. Har doim vaqt ajratamiz. Rahmat. Boringizga shukr. Yuzingizni ufurib, shabodalar silasin. Ko'zingizni quyoshning jilg'alari boylasin. Yuragingiz quvonchdan tongda xushro'y yayrasin. Akajonim, Alloh sizni har tong shunday siylasin. Go'zal hayot navosidan bu qalblar orom olsin. Bulbullar chertgan kuyga dillar oshufta bo'lsin. Ne bo'lsa ortga tashlang, g'amlar, anduhlar qolsin. Akajonim, Alloh sizni har tong shunday siylasin. Umr o'tib boryapti, shiddatli karvon bo'lib. Tashvish toshib ketyapti, go'yoki ummon bo'lib. Kuling, shodlanib yashang doimo xandon bo'lib. Akajonim, Alloh sizni har tong shunday siylasin. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz bo'lgan qadrli akajonim. Bugungi hayotingizdagi eng go'zal, eng quvonchli kunlardan biri bo'lgan tavallud ayyomingiz va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali, shodiyonali kunlaringiz bilan chin qalbimizdan muborak etamiz. Dunyodagi barcha ezgu tilaklarni yo'llaymiz. Ilohim umringiz chinor daraxtidek uzun, rizqingiz ulug' bo'lsin. Borligingiz baxt deb bilguvchi yaqinlaringiz va biz qadrdonlaringiz baxtiga hamisha sog' va omon bo'ling. Allohimning panohida bo'lib, hamisha o'ylagan barcha orzu maqsadlaringizga bekamu ko'z erishib yuring. Yigit boshingiz hech qachon egilmasin, egilsa ham faqat 5 vaqt namoz uchun egilsin. Qiyomatligim Robbim umringizni ziyoda qilsin. Qaddi baland, qaddidan-da qadri baland, chehrasida kulgu tabassum, har kunida ma'no va mazmun topa olgan yaqinimsiz. Mehribon Robbim kasb koringizni barakasini bersin. Haj umra ziyoratlariga takror borishni nasib ro'z aylasin. Nurli yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasin. Dunyo turguncha turing. Eng yaxshi kunlarimizni o'zingiz bosh bo'lib yuring. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. deya mana shunday chiroyli tilaklarni va tabriknomalarni siz tomonga yo'llab qo'yganlar.
kattakon rahmat aytaman Hamroqul akaga ham, o'zlari ham har doim shu samimiy tilaklar o'zlariga ham hamroh bo'lib qolsin. Doim oilalari, farzandlari vaqt kamolini ko'rursinlar. Ilohim. Mehr. Menki yaxshi niyatlab esa mana bu kishiga tilab qolaman. Doim hurmatdalar, shunaqa hammani ko'ngliga qarab yuradigan juda pozitiv, samimiy insonlar. Umrlari uzoq bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin. Mana bu kishini o'zimni akamdan yaxshi ko'raman. Nima deydi? Har doim yaxshi kunlariga shunday sherik bo'laylik. Mashalloh. Alhamdulillah. Mashalloh. Mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin akajon, joningiz sog' bo'lsin, 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin. Rahmat kattakon. Samimiy tilaklarim uchun chiroyli qilib tabriknoma yetkazganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat deb qolaman. Katta rahmat. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagani holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling.